Balansimiz ikkita tomondan iborat. Buni hamma biladi. Aktiv va passiv. Bu so'zlarchi nima ma'noni bildiradi? Aktiv bu faol deb ma'nosini bildiradi. Lotin tilidan kelgan. Passiv esa bu faol emas ma'nosini bildiradi. Nimaga? Chunki aktiv sizda ishlaydigan narsalarni ko'rsatadi. Pul, mablag'lar, bino, inshootlar, transport uskunalar, bu hammasi ishlaydigan, sizga naf olib keladigan narsalar. Bu aktiv, ular siz uchun ishlab turibdi. Passivchi? Passiv shu aktivlarni ta'minlab beradigan manbasini ko'rsatadi. Qayerdan kelganini ko'rsatadi. Ya'ni pulinglar bor shu yerda, bu aktiv. Bu pul qayerdan keldi? Bank krediti evazigami? Demak, bank krediti bu passiv. Ya'ni manbani ko'rsatadi. Bu bank krediti siz uchun ishlamaydi. U aktivni ta'minlab beradi. Agar moliya va buxgalteriya sohasida yanada qizaloq ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, meni profilimni kuzatishni davom ettiring.